Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve min valah. İmam Buxari rahmetullahi aleyhniki Sahih Buxari namlı kitabında biz teyemmüm hakkındaki mezmunlar hakkında to'xtalayotgan. Bugün yana shundaqla bu şu teyemmüm hakkında to'xtalayotmiz. Bugün bu babda İmam Buxari rahmetullahi aleyh teyemmüm qilgan adam ikki qo'liga pudamdu dedi. Qo'lni to'piga urgandan keyin qo'liga pudamdu degan mazmun haqida to'xtalmoqchi. Bu Bu 338 numaralı hadis. İmam Buxari rahmetullahi aleyh bu hadiste bizge Adem hadis sözlep bergen idi dedi. Adem İmam Buxari rahmetullahi aleyhniki ustazlarından biri. Bu zat Adem İbni Ebi İyas namı bilen başta ötüp boğan. Bu kişi dedi bizge Şuabe hadis sözlep bergen idi dedi. Şuabe ibn Haccac degan kişi şu. Bu kişinin tercümanımı ötüp boğan. Bu zat dedi bizge Hakem degan kişi hadis sözlep bergen idi dedi. Hakemnin ismi Hakem İbni Utaybe degan boludu. Bu kişinin tercümanımı ilim babıda ötüp boğan. Hem de Hakem Zer degan kişinin rivayet kılıvatıdı. Zer bolsa Zer ibn Abdullah ibn Zurara namı ile meşhur. Özü Kufi'ninki dağınık meşhur muhaddislerindeki biri. Hem de Murci'i dep tenkitlerken öz devirde. Lekin Hicriye 100 yılları ölüp ketken. Özü nayet dağınık abid, öz işencilik dep tariflengen. Bular İmam Zahabi'ninki nezirde siqah, muvassak dep tariflengende. Bu zat İmam Zuhri'ninki şagird idi dep. Bu kişinin nayet köplügen hadisleri hadis kitaplarında mevcut. Cümleden Sahih Buxari'nin özüdülen 9 tane hadisi hatırlangan. Bu zat bu hadisi Said ibn Abdurrahman ibn Ebzey degan kişi rivayet kılıvatıdı. Bu kişi özü Kufilik bu zat mı? Kufiyat turgan. 91 yıldan Hicriye 100 yılının aralıkta ölüp ketkenligi hatırlangan. İbn Hacer rahmetullahi aleyh bu kişinin siqah yani işencilik dep tariflegan. Şunu asasen nurgun hadisi ulemaları bu kişinin tercümanını bayan kılgan vaqtida işencilik idi degandek bahalandı bir işlen birge. Siqat yani işencilikler namlı kitaplarda bu kişini kirgizip bu kişinin tercümanını bayan kılıp ötken. Bu kişinin bu hadis kitaplarda nurgun hadisleri var cümleden Sahih Buxari'nin özünde 6 tane hadisi bu kitapta rivayet kılıngan. Sunan Nesai'de 26 degandek. Bu zat özünün dadısı rivayet kılıvatıdı. Bu dadısı kim degan vaqtda Abdurrahman ibn Ebzey. Bu kişinin Kufilik, Xurasan, Kufe, Mekke qatarlıq joylarda yaşagan bu adam öz devirde. Ali radıyallahu anhu'nunki zamanında yaşagan zat bu. Demek tabi'in. Hazreti Ali'nin zamanında Xurasan vali bo'lgan adam bu. 70. yıllarının atrafında ölüp ketken. Bu kişine hatta bazılar küçük sahabe dep tariflegan. Resulullah'ınki aksı namaz o'qiganligi hatırlangan. Küçük vaqtida. Bazı muhaddisler yak bu kişi tabi'in dedi. Çünkü bu yerde sahabe buluştunki şartı vardı. Çünkü aklı idraki yaxshi bo'lish, Resulullah'ni ko'rgan bo'lish, mu'min holat, musulmon holatda bo'lish degandek nurg'un sifatlar bor. Demak, shu o'zini kichik vaqtida ko'rgan taraflar bo'lg'achqa, shuning qarta yoki shu kishiniki depaga rivoyatlari qarta bu kishini yoki tabiindamdiq yoki sahobidamdiq degandek mazmunlarda ixtilof qilishgan bo'lishi mumkin. Biroq Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bu kishini sahoba degan. Sahoba deb bu kishiga jazm bergan. Bu kishi kichik sahoba bo'lg'achqa İmam Buxari'nin degan gap bo'yicha Resulullah'ın hadis rivayet qilish imkoniyati bo'lmagan. Ammo shu davrdagi nurg'un sahobalardan jumladan Ammar ibn Yasir, Ubay ibn Ka'b, Ömer ibn Xattob, Abdullah ibn Habbab ibn Art qatorliq dangli sahobalardan bu kishiniki hadis rivayet qilganligi xotirlangan. Bu kishi o'qiganlar munoyat ko'p. O'g'li Said ibn Abdurrahman deymiz. Undan boshqa nurg'un kishilar, tabiinlar. Bu kishiniki hamda islom tarixida ilmiy jihatga ko'rsatgan tuhfatlari nihoyat ko'p. Bular hadis ilmida. Jumladan Imom Nasai'da 27 hadis rivoyat qilingan. Sahih Buxori'ning o'zida 7 dona hadisi bor. Undan boshqa Sahih Sunan hadis kitoblarida bu kishiniki hadislari borligi xotirlanib qolgan. Demak, mushu zot deydi, bir odam Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning huzuri muborak kelib dediki, men junub bo'lib qolgan edim. Suv topolmadim. Qanday qilsam bo'lar dedi. Ammar ibn Yasir Ömer ibn Xattobga eslatib mundaq dedi.
Qarmamışsan, sen eslep baqa. Sen biz bir seferde idik. Sen namaz okumadın. Ama men jumlanlab namoz o'qidim. Su yo'q yani tayammum qilib demoqchida. Tayammum qilishni bilmaydigan vaqtlar. Shuning bilan bu avvalni Rasulullohga bayon qilib o'tdimda, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sana mandalam qilsang yetarlik edi deb Janob Rasululloh muborak ikki olqini bilan yaga urib, ikki qo'lni pudutib, ya'ni yengil pudutishni deydi. Shu ikki qo'li bilan o'zini va olqini silgan edi deb Umar ibn Xattob roziyallohu anhuga bu ahvolni eslatyapti. Demak, hadisda u tayammumda jaynakcha masa qilish yo'q ham hadisning ko'rinishida. Va yoki ikki qatim urish yo'q. Faqat bir qatimda ham yuzini va olqini silaydi. Bundan tayammum durust bo'ldi, tugaydi degan gap. Lekin Hanifiy mazhabda bizning Mavra'an tayammumdagi shakllari baniga o'xshamaydigan, ya'ni ikki qatim urdi va jaynakcha silaydi. Bu to'g'riliq tayammum orasındagi mazhab orasidagi farqni sahih hadislarni bir-biriga selishtirish orqali mazhablar orasida o'zini aytib qabul qilgan, qanoat qilgan dalil asosida ibodatni davom etsa bu yaxshi. Endi bu Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi tuvandagi bobda bundoq deydi, yuzga va ikki olqonga tayammum qilish haqida deydi. Bu hadis 339-numurli hadis. Bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Hajjaj hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Endi Hajjaj kim o deganda bu Hajjaj ibn Minhal degan kishi Imom Buxoriyning danglik ustozlarining biri. O'z davridagi danglik hafiz, ishonchlik, fozil, fazilatli buyuk muhaddislarningki biri bo'ladi. Bu odam Basrda vafot bo'lgan. 140-yillar tug'ilib, 216-yillar atrofida Basrda o'lib ketgan. O'zini ishonchlik, taqvo, sunnatgo'y, fazilatli hadis olimi deb ta'riflangan. Bu kishiga berilgan baholar bir-biridan sarxil. Asosan ko'p olimlar ishonchlik, omonatdor degandek, fozil, taqvo degandek baholarni bergan. Bu kishi buni ko'p muhaddislardan rivoyat qilgan ayni vaqtida. Vazoh ibn Abdullah deymiz, Shu'bat ibn Hajjaj deymiz, Mu'tamir ibn Sulaymon deymiz, Sufyan ibn Uyayna deymiz, qatorliq danglik muhaddislar. Bularning tarjimalari boshida o'tganda. Bu kishinin nurg'un katta hadis olimlari bu kishida o'qigan. Jumladan Imom Buxoriy rahmatullohi alayh, Muhammad ibn Yahya az-Zuhali deymiz, Muhammad ibn Muammar deymiz, qatorliq buyuklar. Bu kishiniki Sahih Buxoriyning o'zida 54 dona hadisi rivoyat qilingan. Demak, Imom Buxoriy rahmatullohi alayga bu kishi 54 dona hadis rivoyat qilib qoldirib ketgan. Bu zo'r tuhfa bu. 1400 yildan saqlanib kelyapti-da shu gaplari. O'sha odamning nomidan ajallari berib turyapti inshaalloh. Abu Davud, Sunan Nasai, Termiziy qatorliq hadis kitoblaridami bu kishiniki hadislari bor. Bu zot deydi, bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi deydi. Shu'bat ibn Hajjaj bu kishiga tarjimali o'tgan. Bu kishi deydi, menga Hakam xabar bergan deydi. Hakamning tarixim o'tgan, Hakam ibn Utayba degan kishi. Bu kishi deydi, menga Zar Said ibn Abdurrahman ibn Abzay. Bu kishi Dadiston. Bularning tarjimali boshidagi hadisi o'tganda Ammar manda degan edi deydi. Abdurrahman ibn Abzay degan kishi. Shu'ba ikki qo'lini yerga tuproq shundoq urib, ondan og'ziga yaqin ekilib, yuzini va ikki olqini siladi deydi. Nazir degan odam shundoq deydi. Hamda Nazir degan kishi shundoq deydi. Bu zot Nazir ibn Shamil degan zot shu. Bu donliq muhaddislarning biri. Bu kishi dedi bizga Shu'ba Hakam degan kishidan xabar bergan. Hakam deydi, men Zarradan olgan edim. Bu Ibn Abdurrahman Abzaydan rivoyat qilgan. Bu Said ibn Abdurrahman degan kishi. Hakam yana bundoq deydi. Buni men İbn Abdurrahman'dan dadısından anlagan edim. Ammar bundoq degan edi deb bergan edi dedi. Demak, bu yerda hamda oldingi hadislarniki o'zi shu bu yerda. Rivoyat jihatdagi, mazmun jihatdagi nuqtalar. Hamda Anvar Shah Kashmiri rahmatullohi alayhi mushur tayammum haqidagi xilma-xil rivoyatlarni bir yak to'plash orqali bu odam tayammumniki shakli haqida 5 xil rivoyatniki borligini ta'kidlab o'tgan. Masalan, ba'zi rivoyatlarda beg'ishqichi to'pini so'kdi, masih qildi degan bo'lsa, ba'zida bilakning yarimg'ichi degan, ba'zida jaynakchi masih qildi, ba'zilar shu do'lning ostidagi poza, masalan, cho'ng
Bunda poz bilek deymiz go. Müşayiatçı mesih kıldı. 5. xil şekli bir koltukçı. Yani dolguçu, mürgüçü mesih kıldı degendek manda xilma-xil rivoyatlarni chiqqan. Bu rivoyatlarning ba'zi sahih, ba'zi zaif. Hem şundaqla bu aş haletni ko'rib tasvirliga adam, masalan, beg'ishqicha degan bo'lsa, ba'zilar beg'ishning o'zi rivoyat qilgan bo'lsa, beg'ishdan sal o'tib ketgan bo'lsa, bu belakning yarimg'ichi deb mana ikki xil shaklda rivoyat qilinib qolgan ehtimolmi yiroq emas. Uningdan boshqa tayammumda bir Imom Ahmaddagi mazhablarda masalan bir qatimni urimiz shu yetarli. To'pig'i bir qatim qo'lni urimiz shu orqali tayammum qilamiz. Ammo Abu Hanifaninki mazhabida bo'lsa ikki qatim urish ta'kidlangan. Uningdan boshqa alqonga masih qilib to'xtalamdiq yoki jaynakchi masih qilamdiq tayammumda degan rivoyatlardami farqli o'xshashmasliklar bor. İmam Ebu Hanife rahmetullah aleyhinki mezheplerinde Enver Çerkeşmir'e mesela biz ve İmam Şafii'nin nazarında ceynekçi mesih kılışını to'g'rilab qaragan qarashimizmi shu deb bundaqmi ta'kidlab o'tgan. Demak bu tayammum haqidagi o'xshamaydigan xilma-xil qarashlarni fiqh kitoblarga murojaat qilish orqali ixtiloflar orasidagi dalillarniki o'tkirlikka qarab bunga masalalarga muomala qilgan. Hem de 340. numaralı hadiste İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi bizga Sulaymon ibn Harb degan kishi so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi nihoyatda shu Basrniki dağınıq ulamolarniki biri. Mekkada, Bag'dodda yashagan. Hijra 140-yillar tug'ilib, 222-yil o'lib ketgan. Bu odamning nihoyatda dağınıq shenjilik, hafiz degandek yaxshi nomlari bor hadis ilmida. Bu kishiniki Sahih Buxoriyning o'zida 139 dona hadisi bor. Abu Davud'da 55, Nesai'de 13, Tirmizi'de 6, Sahih Müslim'de 5 rivayeti var. Demek bu kişi hem hadis ilminden ayette tesirlik büyüklerinki biri deyişke boladı. Bu kişi de bizge şuabe hadis sözü zeplergen edeydi o. Bu kişi Hakem'den, Zer'den, İbn Abdurrahman Ebzey'den, Dadis'ten. O adam Ömer radıyallahu anh'unun huzuru kelgenkinde Ömer'e Ammar mundak dedi. Biz bir uruşta edik dedi. Bir partizanlık uruşta. Biz şu an Cunup bulab kaldık. Dep şu hadisler onun adırık mesela deyilatkan hadislerini deyiş arkalık mesela. Dep gelip şu koluğa Resulullah şu an yengil tüküren idi dedi. Degandek çok da püdügen şekildeki. Hem de bir yerde şu noktanı eskertiş doğru kıldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'unki nazarda Cunup bulab kalgan yoki tarihti yok adam su tapgan kadar namaz okpay su tapıdı degan qarashni yoqlagan bo'lsa kerak ayni vaqtlarda. Lekin Ammar ibn Yasir Ömür ibn Hattab bilan bo'lgan bir safardagi voqealikni tushuntirish orqali Rasulullahning qishiq kelgandan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bu namoz o'qishga yoki tayammumni qanday qilish shakllarini o'rgatib qo'yganligini bildirish orqali Hazrati Ömerni bu fikrdan yando'g'an demoqchi bu yerda. Ham shundaqla Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki shu tayammum qilish jarayonida qo'lni yoki qanday o'g'anligi, qanday buni püdügenligi, topini yüzüge ve alqını qanday siylaganligi qatorliq tayammumniki umum şekillerini deptirayotganligini Ammar ibn Yasir Hazreti Ömerni guvoch qilish orqali va bu tarixni eslatish orqali bu yenidagi bu kishilarga deptiryapti. Hamda 341 numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Muhammad ibn Kasir hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zat mı İmam Buxoriyninki büyük ustozlarninki biri 223-yilda vafot bo'lgan. Nayt dağınıq Basrniki katta muhaddislarninki biri. Sünnet bilan sünnet bayrog'ini egiz ko'targan holatda o'lib ketgan ishonchli ravi deb o'zini taqvodorlik bilan, fozillik bilan hadis olimlariniki nazarda ham shunday rostchilik bilan e'tiborga erishgan buyuk zotlarniki biri. Bu kishining nayt nurg'un ustozlari bor. Şagirdleri bunayet köp. Cümleden İmam Buxoriy şagirdi, İmam Abu Davud şagirdi katta hadis ulamalarının içinde. Bu kişininki 127 tane hadisi Abu Davud rivayet kılgan. İmam Buxoriy 66 tane hadisini rivayet kılgan bu büyük Allah'ın. Mana muşu zat deydi bizge Şuabe'ye haber bergen. Şuabe Hakem'den, Hakem Zer'den, Zer İbn Abdurrahman Ebzey'den. Bu Said İbn Abdurrahman diyen kişi var. Bu yani Abdurrahman'dan, Dadis'ten. Bu kişi deydi Ammar Ömer'e mundaq degan edi dedi. Tema'aktu degan men şu vaqtda tayammumning shaklini bilmaydiganda Ammar ibn Yasir. Men to'pida yumlanladim deydi. Ondan Rasulullahning qishi keldim. Bu namozni o'qib bo'lib kelgan vaqtda. Ondan Rasulullahning huzuriga kelganda payg'ambarimiz sana faqat o'zingga va olqining qilam yetdi bu to'pa dedi.
Demakchi bo'lgani yo'q, faqat qo'ling bilan o'zing bilan top tekkizsang, söksang bu yeterlik degan. Endi 342 numurlik hadisda, bu yuqorqi hadislar bilan bog'lanishi va bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Muslim hadis so'zlab bergan dedi. Bu Muslim ibn Ibrohim, Imom Muslimniki Muslim emas. Bu boshqa Muslim bu. Bu kishining Hafiz nomi bor hadis ilmida. O'zi Basrniki nihoyatda donglik buyuklarining biri. 133-yili tug'ilib, 222-yillar atrofida Basrda o'lib ketgan nihoyatda ishonchli ko'p hadis rivoyat qilgan büyük ravilarniki, muhaddislarniki biri. Hem de nurgun ulamolar bu kishiga nihoyatda go'zal, yaxshi baholarni bergan, ishonchlik, rostchil degandek baholarni berish bilan birga, uningdan boshqa hadis ilmida nihoyatda puxta odam edi deydi. Yutuq, tavrab qolmaydigan, bo'lokiti ulamo emas. Nihoyatda yetarli pishqan, solih muhaddislarniki biri. Bu kishi o'z davriga nihoyatda nurgun hadis ulamolarida o'qigan, Shobat ibn Hajjajga o'xshash va uningdan boshqa bu kishi nihoyatda ko'p hadis rivoyat qilgan ulamolar o'tgan. İmam Ebu Davud deymiz, İmam Buxoriy deymiz va uningdan boshqa nurgun ulamolar. Bu kishining hadis ilmida ko'rsatgan tuhfalari nihoyatda zo'r. İmam Buxoriy rahmatullohi alayhining Sahih Buxoriyda bu odamning 85 dona hadisi bor. Uningdan boshqa Abu Davud 96 dona hadisi bor. Sahih Muslimning 2 dona hadisi bor. Demak, hadis ilmida ko'rsatgan tuhfalari nihoyatda sarxil. Bu adam dedi bizga Şuba hadis so'zlab bergan, Şuba Hakamdan, Hakam Zarradan, Zarra bo'lsa İbn Abdurrahmandan, Said ibn Abdurrahmandan. Said ibn Abdurrahman dadisi Abdurrahmandan deydi. Ömer'ni qashqaydim, onun Ammar mundaq degan edi deb yuqorqi hadisni so'zlab beryapti. Unda 343-numurlik hadisda bizga Muhammad ibn Bashar hadis so'zlab bergan edi deydi İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi. Muhammad ibn Bashar ibn Osman ibn Davud ibn Kaysan nomi bilan mashhur bo'lgan, nihoyatda donglik Bandar laqbi bilan mashhur hafiz muhaddislarning biri. 167-yil tug'ilib 252-yil o'lib ketgan. İbn Hajar rahmatullohi alayhi bu kishini nihoyatda siqa, ishonchlik deb ta'riflagan. Hamda hadis ilmida nihoyatda ko'p ulamolarniki yaxshi bahosiga erishgan. O'zini nihoyatda ishonchlik edi. O'zining hadislarini o'zining yada o'qib beradi deydi. Kitob qarab emas, yada o'qib beradigan nihoyatda donglik muhaddislarniki biri deb shunday degan. Uningdan boshqa hadis ulamolari bu kishini nihoyatda isbot, nihoyatda mazmut hafizlarniki biri. Hadisleri ko'p edi. Basrning ishonchli ulamosi edi deb ta'riflagan. Demak, bu odamni o'z davridagi shu hadis ilmidagi ishonch unvoni bilan mashhur bo'lgan buyuk zot. Bu kishi nihoyatda nurg'un ko'p hadis ulamolarida o'qigan. Buni deb bo'g'il bo'lmadi. Bu kishini hadis rivoyat qilgan kishilar İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi, İmam Muslim, İmam Abu Davud qatorliq kishilar. Bu kishining İmam Buxoriyda, Sahih Buxoriyda 183 dona hadisi var. Tirmizida 448 dona hadisi var. Sahih Muslimda 79 hadisi var. Demak, bu kishining hadis ilmi qo'shgan tuhfalari nihoyatda zo'r deyishga bo'ldi. Bu kishi deydi bizga G'undar hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. G'undarning tarjimaligi boshida bir necha qatim o'tgan. Bu kishi deydi bizga Şuba Hakamdan, Hakam Zarradan, Zar ibn Abdurrahman Abzaydin. Bu dadisdan, ya'ni Abdurrahman o'zi shu. Bu kishi deydi Ammar mundaq degan edi dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'li bilan zaminga tuproqqa shunday urib, o'zini va ishki olqinni silgan edi dedi. Demak, İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi mushu bir sanatdagi, bir xil mazmundagi bu hadisni bir necha xil ustozlar rivoyat qilib, bu yerda bayon qilib o'tdi. Ham shunaqla İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi mushu tayammum qilgan vaqtida yerga tuproqqa bir qatim urish rivoyatini kuchlantirganki, bu jihatdagi hadislarni ko'proq to'plab mushni sahih deb qaragan. Bugungi dars bu yergacha bo'lg'ay. Sallallohu alayhi